Narat kemanlar desem unmaysizlar, lekin kep kalsanlar 9 köy 9 modun öyne emilleştirdik mi? Emleştirdik. Rasmiken. Tuqqanlar, bu yerda hech qanday boshqa talab yo'q. Faqat bizni qo'shib olgan do'stlar qilam, mush filmga yurak bergan do'stlar qilam. Kunda faqat 5 eg'iz o'yini, chiqimni o'zim qilma. Emilleştiramiz tuqqanlar. 25 dan 35 kishi odam oram olalaysizlar shu uyga kirib 5 eg'iz o'yining o'ziga. Ondan boshqa tuqqanlar yana mush ostiga urib qo'ygandek, narata haqsiz sayohat qildigan ya yo'qmi degan do'stlarga haqsiz sayohat qildigan yerlarning adresini avat beramiz. Ondan boshqa tuqqanlar mening chiqimlarimni mana 10 yillik choy ishlab chiqarish tarixiga ega bo'lgan shirkat mushu pek ziyon qilib ketmaydigan sovutilgan choylarni ishlab chiqarib bozorga soldi deb Qizilgulning, Yasimanning, ondan boshqa Yolpuzning ta'midagi mushu choylarni, Shahdil markazidagi choylarni ishlab chiqarib mening chiqimlarimni ko'tarib o'tadi. Men hashlab berib ketdim. Qolganini mushta qo'llashni bilgan do'stlarga faoliyat qilib 9 koy 9 modda Naratda aramag'iz bo'lsak bular. Xo'sh bo'ldinglarmi? Hoş bulduk. Rast qilibmizmi? Shahdil markazidagi yurishlik sovutilgan choylarga vakolatchi bo'lamiz deganlar bo'lsa 139 99 39 84 17 degan nomerga aloqalashsanglar bo'ldi. Qo'llashni bilmaganlar, ushaq gap qilganlar qilib qilinglar. Birdan bir Şinjan'da Pingvin ismini qo'yalgan mendek bir dehqon chuqur vadamda turibmiz. Ma'qul, tininglar salomat bo'lsin. Narat sayohatinglarning ko'ngillik bo'lishlar chuqur mazz ketib qolmay, qo'shib olishni unutib qolmanglar.